Assalomu alaykum hammangizga. Bugun sizlar bilan Grand Theft Auto ikkinchi qism, ya'ni pul ko'paytiramiz. Oldingi zadani qilib bo'ldik, endi bugun esa ikkinchi zadani, ya'ni Offside Quest. Qani bo'lsam ketdik. Первый visit, ya'ni birinchi bo'lib biz hozir qilishimiz kerak, avtobus haydashimiz kerak ekan. Qani bo'lsam avtobusga ketdik. Mana keldik. Endi oldiga boramiz. Tak, hop. Mana Grodzka zamasda davom ettiramiz. Qani ketdik. Короче, men videoni hammasini to'liq joylamayman, qisqa ko'rsatib o'taman. Hozir pulimizga e'tibor bersangiz 19,000 so'm pulimiz bor. 19,000 so'm. Xo'p, hozir aniq aytaman, bu zadanlarni qilib pulimiz albatta ko'payadi. Undan keyin Grafmobilda 38-serverga o'tib, 38-serverda ham video olaman, xudo xolasa. Sizlardan iltimos, поддержка, like, comment, obuna bosinglar, okalar. Короче, qiladigan ishingiz like va obuna bosing, bo'ldi. Menga o'sha ulkan katta motivatsiya bo'ladi. Katta motivatsiya. Sizni bitta laykingiz katta motivatsiya men uchun. Xo'p, hozir o'tgan gal prava oldik, medkarta oldik, pasport oldik. Endi keyingi nimadan bizlar nima olamiz, nima edi? Yo'q, litsenziyamiz bor bizni. Xo'p, uni ham olib bo'ldik. Nimalar olsak ekan? Xo'p, keyingi gal perekup qilamiz yoki obzvon или boshqa narsalar qilib o'tamiz. Xo'p, avtobus haydab ham ko'p pul topsa bo'ladi aslida. Menimcha, hozir ko'ramiz. Bitta kurukning o'zida 5000 so'm, 6000 so'm beradi. Agar ko'p ishlasangiz soatiga bir qancha topsa bo'ladi? 60-70, undan ko'p topasiz. Undan keyin yana nimalar bor ekan? Ko'rib o'tishga eng ko'p pul topadigan nima bor? Inkazator bor, o'sha bor, dalniboylik bor, ya'ni ko'p pul topishga bo'ladi. Har bir soatda bir ko'p pul topsa edi. Xo'p, endi tak mana aytayapman, videoni kesib tashladim, bo'lmasa ko'p vaqt ketardi. Xo'p, hozir buni bo'lganimizdan keyin nima qilamiz bu ish? Ya'ni ikkinchi sizlarning nima deb o'ylaysizlar? Ikkinchi sizlarning men uchun ham hamma sizlarning men uchun oson prosta qilish kerak. Sizlar like, obuna, hammasi shu. Keyingi nimalarda admin shu haqida olaman. Agar kommentariyaga nima haqida olishim haqida yozib keting iltimos. To'liq olaman. Obzvonni o'tishmi, hammasini olaman. Sizlardan поддержка, like va поддержка, obuna, eng kerakli narsalar shular men uchun. Xo'p, ana telefonni ham 20% zaryad qoldi. Men bularni qanaqa qilish, hammasini sizlarga ketma-ket ko'rsatib boraman. Shu adminlikka asosi qo'limdan kelgancha. Agar sizlarga albatta поддержка bo'lsa, men sizlarga ham ko'p narsa ko'p narsa olib chiqaman. Mayli, xo'p, hozir mana avtobusning zadaniyani ham bo'lib qoldik. Rejim passajir. Xo'p, davom ettiramiz. Tak, bu 10 so'm degan, chunki mana zadaniyaga bo'ldik bizlar. Bu zadaniyani ishlab bo'ldik. Xo'p, endi borib to'xtaymiz. Xo'p, mana. Tak, albatta keyingi zadaniya menimcha mexanik. Mashina ta'mirlashimiz kerak menimcha. Tak, sizlarga ko'rsatib o'taman qancha pul ishlaganimni. Hozirda mana bu yerda mana 5000 so'm, 5,5. Xo'p, endi biz ikkinchi zadaniya, ya'ni mexanik aytib o'tganim, o'sha joyga hozir boramiz va endi kelib ham qoldik mana. Xo'p, keldik. Tak, 10 ta mashinani ta'mirlashimiz kerak. 10 ta mashina. Bu qiyin narsa emas. Bundan ko'p pul topsa bo'ladi, sababi har doim 100 so'mdan qilmasdan 1000 so'm, 1,5 ming, 2,5 ming, 2000, 3000, 4000 qabul qilmaymiz, qiladi. Sababi ularda nimalar bor, ta'mirlaydigan narsasi yo'q. Shuning uchun hammasi qabul qiladi. Har doim qabul qiladi. Xo'p, endi tak spesok qancha hammasi uzoq ekan. Xo'p, o'zlarimiz qilib ko'raveramiz. Qaramasam yo'lga chiqdik. Boshlandi. Qani ketdik. Xo'p, endi tak asta yuraveramiz. Shunaqa qilib aytayapman, hamma joyni sizlarga videoga olmayman, sababi juda ham uzoq ketadi vaqti. Bu tezlashtirsa bo'ladi, lekin u ham to'g'ri. Xo'p, bu o'rniga kelganda mayli ketib qoldi. Xo'p,
biladi men qimmat nima qilishimni. Mana klient keldi. Aytgandek boya 19.000 edi, mana 49.000 so'm pulimiz bo'ldi. Xo'p, ta'mirlaymiz 1.5 mingga. Ana bizlarga 1125 so'm qoladi o'shundan. 1500 so'm mana mashinit ketdi. 1125 so'm qoladi. Ana aytdim-ku. Shuncha pul qoladi. Xo'p, endi biz ko'p narsa qilib bo'ldik aslida. Mana bu yerda avtobus. Mayli, xo'p. Hozir avariya bo'lamiz. Xo'p. Mayli, xo'p. Tak. Endi biz ham nima qilsak, mana qaytamiz nimamizga chiqib ketmayman, no ko'rsataman. Agar mashinani tutsangiz 3 daqiqa qilsangiz bo'ladi, no mayli. Xo'p. Mana biz ripovni pulni olib bo'ldik, lekin men 30.000 so'm pul topa olmayman hozir. Juda ham kech bo'lib ketdi, video tushiryapman. No ketdi, xo'p. Mana bu yerda sal internet qoldi, no urilmay qoldik. Tak. Xo'p, endi shu bo'lgandan keyin bo'ldi. Ko'p narsa bo'lmaymiz. Qiziq narsalarni kommentariyga yozib ketsangiz, men o'sha aytgan narsalaringiz haqida ishga kirishmi, SS bo'lishmi, admin bo'lishmi, media admin bo'lishni o'rgating. Siz media admin bo'lishni ham o'rgataman. Qo'limdan kelgancha hamma narsani o'rgataman. Undan keyin media admin komandalarini ham ko'rsatingiz, media admin komandalarini ham ko'rsataman. Hammasini ketma-ket ko'rsatib boraman sizlarga. Agar menga podдержка, like, obuna hammasini bersangiz, men sizlarga juda ham ko'p video tushiraman. Shunaqa. Xo'p, endi hozir qancha ishlaganimni ko'rasiz. Xo'p, mana keldik. To'xtaymiz. Qancha ishladi deb o'ylaysiz qani? Asta-sekin. Tak, oplata bo'lib ketdi, mayli, 5000 so'm. Tak, 22.756 so'm ishlabmiz, ko'rdingizmi? Ko'p vaqt ketgan-ku o'zi. Xo'p, 5% zaryad qoldi, mayli, xo'p. Xullas shularni aytib o'tmoqchi edim. Xo'p, keyingi videoda ko'p narsa qilaman. Obzor va boshqa narsalar. Xo'p, mayli. Sizlarga Alex hammaga xayr.